电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人Nijadı. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shunaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasatçı Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Devletlik birinci derecelik artist Xalqyar Naqshchi İpek Gölü sadası programmasının baş yetakchi ustozi Abdullah Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Raylık Partikom Teşviqat Bölümü Sabık Muavin Küzetçisi Şinjan Hua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Devletlik birinci derecelik kompozitör Ataqlıq Naqshchi Şinjan Moda Muzika Jamiyatining muavin boshlig'i Madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Batur efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jalil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqshchi kuyi elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Her minut ko'nglim yerimdur, gül bo'yingni ko'rmasam, armanim shu bir ömür ishqin diyorim ünlesem. Sen üzüm berigen bana bu muhabbet söygini, rencime zinhar nigar şut beyli künlesem. Şut beyli künlesem. Avazlar bilan hissiyat, muzika shunda yaxshi jug'urlab, shunday yaxshi birlashib ketibdi. Gruppam sizni qizg'in qarshi oladi. Birisi cho'qim buningga igatdi. Duttanni elib borsa, munda aytsa, duttan bo'sh chalsa guy dedi-da birisi. Kim shu? Dadamashdi. Bunda qilayli balam, ha? Bu shu men. Endi boshqa gruppaga kirsingizmi, yana yordam qilmi, chunki menga yordingiz. Lekin mening gruppam kirganligidek yordam qilib bo'lmayman. U chiqib ketgan burasiga. Marusga. Menga yordam bo'la. Qag'alligim yaradimi ya? Yaradi. Anda bo'lsa jiq gap qilishmay tanlisu ne bu? Mening oxirgi tanlishim Aygul Madan. Güzel bir arzu bilan besilgan qadam qalbiga tutashdi. Muborak bo'lsin.
Bugünkü tanışınız etki zor kalbinizge sebepçi bolğusi. İzizga beşli ustazlığa hemimiz öğrüldük. Bizni şunca qayıl qılğan bir nakşçı hesaplandı. İzizninki hem dutta bilen nakşı orluğa vaqtısda özünü şunca yaxşı erkin azada qoyu tanlaydigan hem özünü yaxşı namayan qılalaydigan. Bence o tenkeş müzikalar bilen mu her xil alatda özünü namayan qısa bence texmi yaxşı buldu degan ümiddiman. Hem İziz ufkumuzning mening gruppamda çaqmagan yıldız bulup, özünü texmi yaxşı namayan qılıp, paqırışıga işençim kamil. Sübət və ünüm cəhətdə həmini qayıl həm mayıl qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşunda bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi Mayırlağa omad tilaydi. Aka bu yıl neçə yaş kirdiniz rast? 48 yaş kirdim. Qana deysan? Yo'q, ma'lumot hech bir 48 yoshda emasman aka. Mush yoshda nima degan jiqchash bu ham jallab bir xil havas qilyapman aka. Chechimga xeyli diqqat qilib jumasa, ha? Shunday bir maxfiy retseptmi ya? Buni retsepti. Mana. Altın Göhər. Men ishlab baqsam bo'ldi aka. Ishit baqa. Bu bir yurish chiqdi bu. Mavo chash yuz suyuqligi. Bu chashni tal qildi-ki, poqroq qildi-ki bu. Elastikligini oshirdi-ki. Buni mavo chash oziqlantirish malhimi mavo. Chash quvvatda. Mushni ishiltib bo'lgan chash mavo. Men ishlab baqay aka bunda. Ha, ishit baq. Teşnarlık. Yaxşı sizler ekran aldığındaki barlıq görürmenler. Mənki Olcu Suydun naisinden Abdüsalam İlham bulumen. 6. karar İpek Yolu sadası katlaşımdaki bu türütkiler olsa mening özümden kichikimdan bo'lgan bu naqshiga qiziqishim sababchi bo'ldi. Odatda o'zimning aytadigan naqshalarim bo'lsa, shu ommabop naqshlar, xalq tushunadigan naqshlar. Bu 6. qarar Altın Göhər İpek Yolu sadasi programmasiga qatnashishimga mening mush atrofimdagi yaxshi og'aylarim, anandagin atrofimdagi mush o'zimning kasbdoshlarim, uydagilarimning madatlari bilan mush qatnash maqsadiga keldim. Ularga chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Teni salomat bo'lsin. Teşna bulup yollarında gütsem ya seni. Ayrılışqa kepsem bugün bilsem könglimni. Kaçırmagin küzlerini bunçala mendin. Yarım sana itvalay yürek sözümni. Kaçırmagin küzlerini bunçala mendin. Yarım sana itvalay yürek sözümni. Kessen muket mini taşlap yine yaşın. Ağrınmaymen
Tilagim şu baxtlik ötkin Kessen muket mini taşlap yiyavçın Ağrınmaymen tilagim şu baxtlik ötkin Vapan nime, vicdan nime, muhabbet nime Dostların kim, süygünün kim Oylanıp yetkin Aldanmığın namertlerin yalgan sözge Vafadarlık muhabbetinin türiki bilsen Aldanmığın namertlerin yalgan sözge Vafadarlık muhabbetinin türeki bilsen Küteysini bir ömür teşna yolunga Yan yaşaylı bu dünyada şıglı sak gülsen Küteysini bir ömür aşk yolunda Dan yaşaylı bu dünyada şıglı sak gülsen Dan yaşaylı bu dünyada şıglısak gülsen Qadrli dostlar, sübət və önüm cəhətdə həmməylərinə qail həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asıraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz əvvəlsində yemək-içmək sahəsindəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Payı Çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur sübətə kapalatlı qılğan Şinjan İmzar kiyimləri alayda qolladı. Təntərbiyə bilan sənətni birlikdə ilib meniyotqan Şinjan Cəmiyyəti Bilyard Klubu Çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü hanım kızlarının aldın talışı bulup geliyotgan, sübət ve pason cəhətdə hanım kızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdaki aşxanalarga ve inaq ailelerge sığıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayotgan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti mayırlarga omad tilaydi. 各位老师好，我是吉利霍庆县的 Abdussalam İclamı. Köpçülük hemenla salam ustazlar, salam perdağısındaki operatörler, hizmetçiler hemenlağa. Qulcu Süydün oğlanı Abdussalam'dan hemenlağa mehirlik salam.
Ustika bu. Aşağıda ançımınca şu keşlere üye bir nakşi etmişsin. He. Şu malımның gipi boyunca ustika sen bunu. Tukam aşı kichkina biz tunuşup alaylı da hamdi. Olur rahmat. Abdusalam ken. Ançımınca keşlere üye bir halde kasbi faaliyetle şoğulundu anda hizmet şu. Xizmat yo'q. Muş kasb o'qiganmi? Men shu 2004-yili G'o'lji Span maktabini bitagan mush kasbda. He. Muzika ma'rifida bitagan. 2004 bitirib Urumchiga inib keldim. Men shu ma'lum sabablar tufayli ma'lumdagi maktab boshlang'ich maktabda bir mazgil muzika o'qituvchisi bo'ldim. Andan keyin boshqa bir ishlar bilan Urumchiga inib kelib, o'sha yerda uy o'choqlik bo'lib, bolalarim bilan o'sha yerda shu. Hazır meşede. Ha. Beden bo'pti. Abdusalam bilan mutlaq biz deyishdigan gaplar davom. Chunki ma'lum bor bo'ldi emas. Ya'ni keyingi bosqich borda. Toshmahmad ukam bilan Komiljon inimning peyzi bor sana. Rahmat. Shunga mushu ustozlaringdan birini tanlig'ini. Shu naqsh sahasiga kirgandan boshlab shu Toshmahmad ustozningki naqshlarni anglab, yaxshi ko'rib shu vaqt kelgan. Undan boshqa Komil Jalil bu og'inam bilan men shu 2014-yil Urumchiga kelib o'sha restoranlarda ishlash jarayonida tanishib, bu og'inam bilan yaxshi hamkorlashib, bu og'inam menga jiq yo'llarni ko'rsatib, madadlarni berib qilgan. Yana shundaqla uydagilarimga bir rahmatimni bildirib olay. To'g'ri. Yana davomli mening o'sha ota-onam, oilamning uyidagi ota-onalarim, ularga rahmat. Andan keyin o'zimning rafiq so'qan ayolimning meni qo'llab quvvatligini teni salomat bo'lsin. U bak muhim ishmi Abdusalam? Davomli yaqin yo'riqlarimga, ustozlarga chin ko'nglimda rahmatimni bildiraman. Hammanglarning teni salomat bo'lsin, ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Abdusalam bilan biz burundan birga shu restoran naqshlaydigan vaqtimizdan boshlab birga naqsh aytdik biz. Bu Toshmahmad akamning naqshini bek chiroyli aytdik. Buni kichik tashlab biz chaqchaq qildik biz. 3-chi qara ipek sadasidan boshlab buni tizim da'vat qilib kelganman. Yaxshi. Komil ukamning ma tushuntirishda ham yaxshi bo'ldi. Obdan yetaklash bo'pti. Obdan tavsiya bo'pti. Meningcha mushundaq yaxshi ovoz bilan, mushundaq yaxshi aytish ma'rifati bilan mushundaq sahnalarga chiqmay yurishmi bek afsuslanarli ish. Shundaq huzurlandik. Rahmat. Mening oxirgi qolishim bo'lsa, Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonlik bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher bonialsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'milishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik o'skuchilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher bonialsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Aku o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetik qo'llari.
tağırı pişqan ürükning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suyini tayyorladik. Shu yillar 35 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qayta topdik. Jam. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyamiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Shinjang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlang'ich korxona Xinjiang Erdembag yemek-içmek paychek shirkati Mayırlarga omad tilaydi. Kamil Celil ustoz. Fakat tirishchilik ko'rsatsak-la, hayotning bizga beradigan fursatlari intayin bo'lgan. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Absalamga kelsak, bu Absalam bilan biz burundan birga naqsha aytib, birga taraqqiy qilishni o'ylagan yaxshi bir og'inamning birisi bu. Absalamga burundan mushaning kelib bir o'zini joriy qildirishni jiq tavsiya qilganman. Burun tizimlatmay, vaqt yetmay qolgan, lekin bu da men ustozlik o'rniga kelgandan keyin qatnashganligini demay turib bu. Bu seni kepdi, o'rilib qarasam shu, lekin ovozini tunidim buni. O'zini aytib pishqan bir yaxshi naqshchi bola. Burundan keyingi san'at ishlariga yaxshi omadlarni tilayman. Qo'lma-qo'l tang tirishishga, yetaklab menishga tirishaman. Ko'ravatsa, qara adashma Cho'ng'istonning tetisqlarini setib kirgantimdigina, buning turlari intayin jiqkan. Sama sho'rib tetisqisi, quruq qozon qo'rim tetisqisi, yana shunaqami shu Italiya chip tetisqisi turlari intayin ko'pkan. Kechdi bir payzi qilib yemamda. Oy buldu adash bunun turlari xali jiqkan buludu. Onda o'g'achasının qulan xaltatliq kechdi bir payzi qilib, qordaqdan birini qo'rsang payzi qilib yemeymizmi da? Bu chataqib juda ketdi. İmzor kiyimlari Mayırlarga omad tilaydi. Mening hamroyim. Yaxşımsızlar, mən Zülfiyə Abduqadir Bülmən. Yurtum Xotan Keriyadan, bu yıl 23 yaş. Mening İpek Ustaz programmasiga qatnashimdagi sababim, mən kichigimdan tatib İpek Ustaz programmasini yoqtirib ko'rman. Mən odatda amibab uslub hamda R&B uslubdagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Menga nisbatan İpek Ustaz programmasiga qatnashishda mən bu jarayonda nurg'un tajribalarga ega bo'laman deb qarayman. Ya'ni mayli sahna jihatdan bo'lmasin yoki naqsh aytish texnika har jihatdan men yangi bo'lgan tajriba, yangi bo'lgan saboqlarga erishiman deb qarayman. 6-qira İpek Ustasi qatnashishimda menga ota-onam, ya'ni atrofimdagi do'stlarim, maktabdagi ustozlarim menga ilhom berdi, madad berdi. Mening naqsh aytish jihatda maktabda o'rgangan bilimlarimni o'zimning o'quvchilarimga yaxshi yetkazib, uningdan sirt yana yaxshi naqshlarni, yaxshi ijodiy kuylarni xalqimizga sunish orzuyim bor.
o'tirib ketgan nimalarni xiyol qilyapsiz? O'tirib o'ylab qoldim adash. Hamma narsaning zamonga yarasha modasi bo'ldiki, kiyim-kechakning modasi bo'ldiki, biz anglaydigan naqshlarning modasi bo'ldiki. Albatta modasi bo'ldi adash. Bu ishlarni o'ylab nima ish qilasan endi? Shu havo yillashga boshladi adash. Bu yil shu ichimliklardan qaysi ichimlik modelar deb o'ylab qoldim. Albatta adash, Abdulla Abdurim ustozimiz obraz vakili bo'lgan Erdambog' jam ichimliklar bo'ldi adash. Qaysi ichimlik bu? Mana bu Erdambog' jam asal suyi. Ketib boqamsan? Adash nimani ta'mi yaxshi buni? Mush bir qutulma? İşte deylanı bilib, adash men sana bir yaşga g'ash ekandim sana beray, ya. Bunda yaxshi. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shush jamoati bilyard klubi chekilish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qaror programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-chi qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Bro'yi chekilish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekilish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Erdambog' yemek-ichmak pay chekilish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Shush jamoati bilyard klubi chekilish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Undan boshqa 6-chi darajalik mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lgaysizlar. 各位导师好，我叫祖利平阿布杜卡迪，来自于和田地区于田县，今年23岁。Yaxshimsizlar ustozlar, mening ismim Zulfiya Abduqodir, yurtim Xotan Keriyadan, bu yil 23 yosh. Bugun mana biz sana hech qanday gap qilmaymiz. Qolishmaymiz. Sağ ruxsat qilamiz. Neyse oldu. Bu hukumni bo'zaq qilmoqladimi? Yig'lab kelsam o'tirib. O'qish bitadingizmi? Endi o'qiyapmiz. O'qish bitadi, mush yil bitadi. Qaysi kasbni? Muzik ma'rifi. Qaysi Shifandashyo'da o'qigan qiz. Bizning yaqin bir naqshbek moda bo'lib ketdi. Shu siz o'sha Daryo, naqshbek moda bo'lib ketdi? Do'yindibek moda bo'lib ketdi. Qaysi qizim? Aytib turing azroq. Bizga visol ochar quchoq, g'am qayg'ular yiroq. Yanar dilimda gulxan bo'lib, bu shirin not biroq. Daryo, daryo, bo'lib boqaman dunyo, dunyo. Bo'lib yonaman sanla hamra, bo'lib o'taman yoy. Bayza. Daryo, daryo, bo'lib boqaman dunyo, dunyo. Bo'lib yonaman sanla hamra, bo'lib o'taman yoy. Mana naqshlar bak modib ketgan naqsh. Mana o'rildim men. Zulfiya esinglarda bormiki, mendan 4-chi qarordagi o'quvchim. Zulfiyaning amaliyotda haqiqiy ovozini olsak, shundoq ovoz kangri, cho'ng asarlarning o'disidan chiqa oladigan qiz. Rahmat ma'lum. Burun qatnashgan vaqtida men o'sha har qatim Zulfiyaga to'xtamasdan asarlarni avatib turadim. Ufqan ma naqsha ovozingiz bek tushdi, mani uguningda aytdim, shunda tez ugun bo'ladi-da. Lekin shu naqshlarni sahnada aytmay qolib qoldi. Bugun mening nimam? Qanday bayqab qoldingiz bu naqshni? Bu naqshi asli Yamanbek sho'x naqsha. Unda buni ilqi burun ko'rgan vaqtlarimda o'zim ilqi bek anglaytdim. Keyindan buni bunda kaybiyan qilib, andan gitar bilan chiroyli qilib ashta maktab ilqi piyevan quyida o'zim aytgan. Kaybiyan qilib buni aslashtirib, bir narsalarni qo'shib, anadan keyin shu kayfiyanga asosan dangliq bir ayol naqshi aytib, keyindan bir erkishim aytganga remix qilib. Ha. Mushu naqshdan bilan musobaqaga bir ish qila olayman deb o'ylab qolibdi-da bola. Ovozning doirasini bilmay qolib qoldik-da, bayat holatda. Ovoz doirasi bayaqi o'zi qatnashtirgan naqshlar keyin bu moda oldi degan naqshisi asosan
dairesi o'xshashgan, ammo ma keyindagi musiksiz shinchang aytib bergan mana naqshingizdagi ovozingizniki yinsi tam chiroyli, bak chiroyli ekan ovozingiz. Bayqi naqshingizda bu toza ifoda bo'lmay qoldi-chu. Endi bir usul bor. Masalan, o'zingizning ovozining qaysi naqshlarni eshitsangiz bakbar mos kelganligini qat'iy bilmay qolib qolsangiz, mush luyin qilibchi ovozingizni. Ay to'xta, mening ovozim ma'noda qandoq chiqibdi ma asarda. Ma asarda qandoq chiqibdi deb endi muzikada o'qigan bo'lganki, hech bo'lmasa o'zingizga ozroq baho beralaysiz deb o'ylayman. O'zingizningki nada ketayotganingiz, nada alayligingiz borligini bilalaysiz deb o'ylayman. Onu o'qish bitiribsiz emasmi? Endi hozir ozroq bo'lsa, hali tajribaga ega bo'ldingiz, onu sahnalarni davomli kunda naqshlarni aytayotgan ekan, mashq jarayonidami? Texmi o'zingizni yaxshi his qila oldingiz, o'zingizni tushuna oldingiz ovozingiz deb o'ylayman. Bu sizga qartilgan gap emas. Ko'pincha sho'yanlarimizga qartilgan gap. Sizga shunchalik amroq mafkum, bek yaxshi ko'rma. Sizning bundan keyingi ishlaringiz texmi yaxshi bo'lib ketsa, texmi ko'p sahnalarda sizni ko'rsakkan, mush tatliq ovozlaringizni davomli anglab tursaqka degan umidim bor. Rahmat Malik. Daryo degan naqshingizni kim ishlagan? Teksti Abduxelil Abdikiram akamizniki. Ondan melodiyasi Salim Sapar deb bir akamiz. O'zining naqshini aytgan bo'lsin, buldiki asosan o'xshashga emasmi ishki naqshiningki xarakteri? Ana siz aytgan bo'lsangiz hammamiz bilib qarasak Hazratli o'rildi. Ya, biz talashib qiynalib qolmaydi. Ya, men ovoz insosini bak yaxshi ko'raman Yaxshi, Hazratli kechlikka qatnashgan birisi bo'lgan bo'lsa deb qoptida ekan. Bundan qaraganda bolalar mushu qizning ovoziga hammanglar qiziqib qolibsizlar. Yaxshi, chiroyli ovozga. Bu yaxshi natija. Baldur o'rilib oldim shuningdan men. Balan qilding. Ba'zi kaskim mijozim bor. 上面各位老师点评的都非常好，你的声音很美，充满了现代气息。对，希望你在后面表现得更好。刚才几个老师点到的一些歌，我估计他现在这是这个投石问路啊，现在给你小试一把，完了以后后面可能下一阶段他会奉献更好听的歌。对，好，谢谢老师，继续努力啊！好，来吧，孩子。Muborak bo'lsin. Tirishchanligingiz bilan san'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lsin. Bu adaş bugün ben kilişke var küsen var. Ya adaş bugün toy qiqas var deb imzadan kostyum setib olgandim deydi. Ya, sen imzanı sağamım. Hem imzanı sağıp gelme cilet kılır var ki adaş. Pezke. Toy qılmangan. He, toy qiqas berip kelmem. Ona adaş birlik. Rayonimizda güzellikli söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan süpet ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri mahirlarga omad tilaydi. Rubiya singlimga men o'zimdan o'rildim. Menga bak ta'sir qilgan bir yeri bor, bo'lib mush ovozining tusi. Meni o'ziga bak jalb qildi. Lekin aytgan naqsimi shunday yaxshi edi deb o'ylayman, lekin mush doir jihatdan o'zining mush alaydigan ovoz doirasi jihatdan toza ifodalab beroladigan naqshlar olmay qolgandek his qilib qoldim. Lekin maqtimliq bosqichda men to'liq o'zimningki butun mush singlimizning tushunishi bo'yicha mush doir jihatdan bo'lsin, o'zining mush ovoz tusini texm namoyon qilish jihatdan bo'lsin, men boshqacha bir tayyorliklar bilan, ko'rmalar bilan yuz ko'rishmoqchi.
mavcushi udmaşırmak Nişten çavgaflat kasrat uzutmaş vatan canat Nişten çavgaflat kasrat uzutmaş vatan canat Naran olsa tuci kalmaz Mavcushi amihri şah Kayan amavcushi Salam, şu baş ustaz, yakın sırdışım, keçmiş dişim, savaqdışım, Abdullah Abdurayim qatarlıq şu 5 ustazga hem de Şin malımga otliq salam. Rahmat. Bugünkü muşu epkegen naqşam bolsa 1970 yılları ustaz sanatkar Issaq Azari'nin ijadiyatlaridan birisi bo'lgan. Mavjushi bizga baxt berdi degan naqsha. Ko'p rahmat. Alamet. İpek Yolu Sadası programmasi yo'l qo'yilgandan keyin bu programning ixlos ko'rurmanlarining birisiman. Nimishqa desanglar men shu oldingi 5 yilda mush kechilikni ko'raman deb kecha uxlamagan yerlarim bor. Ko'p rahmat. Voy do'stim, rahmat. Baya yüksekmi dedi, mening keçmiş dişim, mening savaq dişim, kasb dişim deb. Haqiqatan bizning o'ttirimizda nihoyatda uzun bir tarix va o'zimizga nisbatan uzun hamda. 87-yildan 91-yilgacha maktabda bir yotoq teatrimiz bu ishimiz. Opera umikiga taqsim bo'lgandan keyin yana billa bir yotoq teatrimiz toki men to'y qilib uy orib chiqayotganga qadar. Bu do'stim bilan ajoyib qiziq hikoyalarimiz jiq. Deb kelsak, mishadi bir 2 soat. Bana yetib qilishim mumkin. Uylarına dep ketmesin. Uylarına dep ketmesin bo'lamiki. Digin aşına yer chiqib qoladi shundan. Digim bor mening. Umu barasa digin bor mena degan. Biz nihoyatda faxrlanadigan bir ish. Do'stim o'zi hozir mamlakatlik siyosiy kengashning hay'at a'zosi bo'ldi. Şu ma'lum biz birga uyan qo'yganda buni so'mkisida muhim narsalardan boshqa yana 2 muhim narsa. Birisi Yachayki turmushi deydigan bir jurnal. Yani bir kunda chiqadigan bir gazet. Termile gezdi degandek shunda bir narsalar bordi. Qarasam bu shu vaqtidan tortib nazariyaviy jihatdan o'rganishni bo'sh qo'yib yotgan bola emasda. Men shu dedim, sen cho'qim mushundan natija qozonsa adash desam, bu chaqda nadanatda o'zining nima ish qilayotganini tez bilib. Oxiri biz maqsadga yetdik. Ya'ni bu savaqdishimiz sharaf bilan mamlakatlik siyosiy kengashga a'zo bo'ldi. Bulapma bo'lgan qo'sh oldim adash. Nima ish qadimamsa, seni sandi ko'migili uzun bo'lgan. Malla emas, nurg'un odamlar so'raydi. Bu yuksak akam yo'qab ketdi-ku deb yo'qab ketmadi. U intayin mushkul, taximo jiddiy, zarur xizmatda deb kelyapman. Bugun mana rasmiy tojik tilda, tojik tilda. Tojikcha tilda bir Mavjushi bizga baxt berdi degan naqsh. Tarix ko'n naqshini urlab badan bak rahmat adash. Salomat bo'l. Hammalar salomat bilan baxt tilayman. Bu programma qatnashayotgan barliq muayirlarga omad tilayman. Oxir deydiganim hamda men shu mamlakatlik siyosiy kengashning a'zosi bo'ldim hamda Abdullah G'inam dedi. Men har qanday mush kichik muzokara yig'inlarda bo'lsin yoki mush takliflarda bo'lsin, mening deydigan birdan bir gapim mening mush davlat birinchi darajalik artistlik shon sharpimni, mamlakatlik siyosiy kengash a'zosilik shon sharpimni partiya bilan xalq menga bergan. Bugünkidek shunda fursatni yaratib bergan Bug'ra madaniyat tarqatish shirkatidagi Muxtar Bug'ra apandimga ko'p rahmat aytaman. Mush programmaga qatnashayotgan barliq xodimlar jafo chekyapsizlar. Ko'p rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamın namı yetti şerşege Tanrı
ketdi shashaga tomiri o'xshab ketdi hamiyada Çoğ ustamның çoğluğu var. Çoğ ustam tayyor tamoq va tetitqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmikan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ishgan qaqsuydan bizga nima qilaman? qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suyini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qayta topdik. Jam. 20 yıllık tarixi ega Mijit Avtomobil Mulozimat Markazi sifat mulozimat texnikini bosh nishon qilgan bo'lib, avtomobil tok yo'li, avtomobil remontchiligi va avtomobil asrash birga birlashgan universal mulozimat markazi. Yangi texnika va uskunalar atrofliq va samimiy mulozimati bilan avtomobilingizdagi har xil masalalarni hal qiladi. Eng yangi texnika, samimiy mulozimat Mijit Avtomobil Mulozimat Markazida. Adresi Davan Shimol yo'li 593-nomer. Telefon 138 998 138 74. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozonluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tikto'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Qiziqishning oldida arg'inlik hech gap emas. Lekin yangilik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanila katran yobini. Ishonmasangiz, yapaqalardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqalar biladi. Katran yobini. Tashqin demak vujudimga kuch-quvvat. Tashqin derdi sağlamlıqımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Sifat va unum jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterli natija yaratgan Shanxay go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Vay aka, gitar chelib charchimidingmi? Biray ko'rib o'ynab kelmamdoq. Bo'ladi, nega bo'lsak qilar? 3 jamoat bilyard klubi ko'rib o'ynab kelmamdoq. Bo'ladi, ketdik. Yura. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ngustam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi.
Yaxshimisiz ko'pchilik. Men Qashqar Yangsardan Qurbanjon. Men odatda shu xalq naqsi muqom etishni yaxshi ko'raman. Mening shu 6-qara İpek Yolsazga qatnashib, o'zimdagi kamchiliklarni to'liqlash bilan birga ustoz tutib, o'zimdagi ma'lum bir darajadagi bir saviyani yuqori ko'tarish uchun programmaga qatnashish uchun keldim. Ben sana ömrüm yarım diyeysen, kuşlar ben sana ömrüm yarım diyeysen. Sen de kızıl gül yare her şeyde bulmaz. Sen de kızıl gül yare her şeyde bulmaz. Her şeyde bulsa yare senince bulmaz da dey, senince bulmaz da dey. Kuşlar ben sana ömrüm yarım diyeysen, kuşlar ben sana ömrüm. Vay yarim diyeysen. Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsindəki başlamış karxana Şinjan Ərdənbağ yemək-içmək payçək şirkəti Mayırlarga omad tilaydi. Qadrli dostlar,
Süpət və ünüm cəhətdə həmməylərini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asıraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla süpətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz əvvəlsində yemək-içmək sahəsindəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur süpətə kapalatlı qılğan Şinjan İmzar kiyimləri alayda qo'lladı. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Şinjan Çüşəməti Bilyard klubi çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın talışı bulup geliyotgan, süpət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotgan 18 yıllık tarixga ega Dilkar kiyimleri proqramımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş tügmedi mi artık? Vay ya adaş bu VCR'lar tügmemiş tabi. Konsak mı içip oturup yatırmaysa? Kes kapsalar mı? Bilmiyor sen? Bu adaş şu Ketrenninki alayda ay toxuş yok. Bizdenki şu basketbol çalıplarımız şireli obrazdaki loğan bek yeşike. Sana bana kaç kızım? Şinjan kılıçanat'ta mı? Badam, yağa, gül krem çıkıp uzun nar juğayı. Banda kıllarız. Ma bir tane abdok manimeye. Ma öğütkiler yolu çıkarak bozdu bu avasım. Sen de bağım diyor lan. Pes talabasılama geçer. Et çıkılayımız, et çıkılayım. İmzar kiyimleri mayırlarga amet tileydi. Zunjinda daja hao, 朋友们好，我来自喀什隐基萨的库班江。 Malum mu? Yok. Sanat mektepte okugan mı? He. Bizden Muşa Miyadiki mektepte mi? Yok, Qashqar sanat mektepte okugan. Bu Yaru degan naqşı bizniki naytı Joşuga daim işletilgan naqş ekende. Şundağı. Şinjan sanat şöyendan çıkan balımı şu naqşını birinci op açıqıdı sahneге iş qılıp. Qashqar sanat mektebinin şundaq. Bu bir malumlarning o'quvchilarni tarbiylaydigan bir yaxshi bo'lgan bir naqsh ekanda. Nayt yaxshi bo'ldi ahvol. Ikki ma'lum o'rindiq aylantirdi. Biz ma'lumlarning bahosini olaylik. Yaxshi. Bu Yaru degan naqshmi bizning xalq naqshlarimizning ichidagi bir qadar cho'ng naqsh hamda. Buni nayt yaxshi ijro qildingiz. Ümidim keyingi bosqichlarda yana o'xshamagan uslubdagi, o'xshamagan shakldagi naqshlarni mush Yaruni ijro qilgandek mushunday ijro qilib ketargan bo'lsangiz, taxmin yaxshi bo'ladi. Balkim bu maktabda o'qish jarayonida muallimlarning yetaklashida pishib mushunday bo'lib ketdimi yoki o'zingiz shu amaliy ishlash o'rningizda kunda aytmoqchilar bo'ldimi? Bu naqshni mencha bek rahat yaxshi aytdingiz. Mushunaq aytiladi bu naqshlar. Shuning uchun o'rildim. Gruppam kelishingizni qarshi olaman. Yaru hammamiz yoqtirib anglaydigan xalq naqshlarimizdan birisi. Sizning o'rindag'ingiz jumladan menga ta'sir qilganligi uchun men buni deykinki shu qadamlarimizda yanama boshqacharak shaklda bir hamkorliklar bo'lsa bo'ladi degan bir orzuni ko'nglimga ko'p. Men sizga bir fursat berib o'rildim. Agar mening gruppam tanlashingiz bo'lib qolsa, men o'xshashlar sizni qarshi olaman. Rahmat. Qurbanjon, mana ustozlarning yaxshi bahosini angladingiz. Yaruni aytgandek, yana mushundaq pozitsiyada boshqa naqshlarni aytish kerak. Ayada naqsh muzikali shug'ullangandan chimuncha boshqa naqshlarni aytgansizlar? Aytamiz. Men o'qigan kasbim muzika. Ha. Qaysi muzikani o'rgangan? Men ney kasb o'qiganman. Yaxshi. Ney kasbini o'qiganlarniki ma'lum nafasni ishlatish yaxshi bo'ladi. Hozirmi chalamsiz chimuncha neyni? Chaptirma. Doğrusu manda qilayli. Siz aş ma'lumlardan birini tanlanga. Bu ishkilinib qoldingiz ya? Mening tanlashim bo'lsa, Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal.
Dilkarni kiygan ayol tağlarning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü fakat ticaret sorunlu bulup kalmay her tavallikteki musabıka noktamızdır. Köngül içiş, musabıka, sahne, azadı muhit, rahat kayfiyat birleşken Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübümüz biliyat kızgınlığını yukarı götürüş ve xeridalarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü çeklik şirketi. Ben Baxtiyor Mahmud Tuş. Tuş Cemiyeti hemimizin cemiyeti. Qani birlikte Tuş Cemiyeti'de cem bolaylı. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzori kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyle öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, o'xshagan bir tamoq qo'sib yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini ilib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima bu u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamның namı yetti şerşege Tamları okşap ketti hem yerde Çoğustamның namı yetti şerşege Tamları okşap ketti hem yerde Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetikqo'lari. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagillik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagillik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozonluq bilen təminlep, terini tigidin süzük, yumran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagillik aksıl, altın göher kollagillik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Ablat Ablakim Ustaz. O'z yaxshi ko'rgan kasbga ajr qilish eng katta muhabbatdir. Muborak bo'lsin. Tirishchiliginiz bilan san'at yo'lingiz texmo parlaq bo'lsin. Qurbanjon Yunus bu mayırimiz o'zi Yangisadan. Yaro temisidagi bizniki xalq naqshlarimizning ichidagi xeyli vazni cho'ng bo'lgan yaxshi bir naqshimizni sahnada birinchi bosqichlik bu sahnamizga elib chiqibdi. Uning ustiga shu Qashqa xalq naqshlarida bo'lishga tegishli piroq hissiyotlarni aytdi joyida ortiq kam qilib o'tmay artıq bir narsalarni qatib etmay, o'ziniki shu yerlik xalq naqshlarini etish alohidligini yaxshi joriy qildirib, meni o'rindiq aylantirg'izdi. Bundan keyingi bosqichdagi natijalarning texnik yaxshi bo'lishini ham orzu qilamiz.
Önümde çıraylıq köynək aldınız? Chiroyliqniki sizga yarabdi da. Ha, men shundoq chiroyli ko'ylaklarni nada yeyishimni qat'iy uqmayman. Qaysi markaniki bu? Dilkar markasidagi, ya'ni Aygul muallim obraz vakili bo'lgan Dilkar markasidagi ayollar kiyim-kechaklari shu yerga berib olsangiz bo'ldi. Ha, amis men berib ko'rayjimi, nechta ovulay. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Çüş cemaati Bilyard klubi çekiş şirketi Mayırlarga omad tilaydi.你怎么舍得我难过？ Ko'pchilik yaxshimsizlar. Men Xinjiang Payzat nahisasidan kelgan Mayir Abdug'ani Ubul bo'laman. Meniki Ipakgul programmasiga qatnashimdagi sabab o'zimniki bundan burun kichigimdan san'atni yaxshi ko'rishim va shundaqla atrofimdagilarniki qo'llab-quvvatlashi. Men odatda ommabop uslubdagi naqsha va xalq naqshlarini yoqtirib, yaxshi ko'rib aytaman. 6-qaror Ipakgul sadosi programmasiga qatnashishimga meniki oiladagilarim, ota-onam, atrofimdagi do'st birodarlarim bo'libmi, ayolim alayda qo'llab-quvvatlab, shu sabab bilan men bu programmaga qatnashishga nail bo'ldim. Buningdan keyingi o'zimizningki madaniyat ishlariga bir to'pamni qo'shsam degan orzuyim bor.思念是一天又一天，孤单的我还是没有改变，美丽的梦何时才能出现？亲爱的你，好想再见你一面。秋天的风一阵阵的吹过，想起了去年的这个时候，你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？是不是的我能够在我最需要你的时候没有说一句话就走？最爱你的人是我，你是不是的我能够对你付出了这么多，你却没有感动我？是没有改变，美丽的梦何时才能出现？亲爱的你，好想再见你一面。秋天的风一阵阵的吹过，想
想起了去年的这个时候，你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，反而说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动过。Voy voy, adaş girim üstellerin girim boyumlara toş gittin imda peyzi, men koxonlan rengini bir görüp. Adaş, Altın Güher şirketining Altın Güher markasındagi bir yurish teri asrash mahsulotini ishlatyapman. Bu bo'lsa Altın Güher namlik saqlash birikmasi ekan. Bu bo'lsa Altın Güher yuz tozalash mazhab ekan. Ish qilib danglamamay sen bir ishlatib baqa adaş. Shundaymi adaş, terlaring shunda paqirib, mavkunlaring yo'qab, shingib, oqirib ketibsa, men adaş bu o'ldiribamay, men elishpagina bilib berib kelaylik parangish. Bir adaş. Rayonimizda güzellikni söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan, süpet ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkar kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanghai Güher Büroyu çeklik şirketi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecek mukofotga erishgan mahirni Şinjan Çoğun Ustam Yemeklik çeklik şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecek mukofotga erishgan mahirni Şinjan Herdembaq Yemek İçmek Pay çeklik şirketi cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Şinjan İmzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecek mukofotga erishgan mahirni bo'lsa Şinjan Çüş Cemiyati Bilyard klubi çeklik şirketi 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Bunun başqa 6. derecek mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecek mukofotga erishgan mahirni Şinjan Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijilik bo'lg'aysizlar. 尊敬的各位老师好，我叫艾尼欧布里，来自新疆家师。Hürmetlik bahalıç ustazlar salam. Ben Abdügani Ubul, Peyzvat Nais'ten. Ben özüm hazır yurttan Peyzvat'tan, lekin Makit Nais'te şu restoran kulüplerde. Sen baştan nakışçıydı. Hem malum aylanıp da hazır. Açtı mı? Bu nakşını anlap aylanmasak Ya yaxşı oldu mu? Hemimiz aylandık. Rahmet. Bu nakşını naytı yaxşı etti. Şuna bana yardı, bana erzidiniz. Mening gruppamga kelişingizni qizg'in qarshi olamiz. Jiq talash tortishlarni anglab ketmay, bosh qaydirishlarga qayib ketmay. Keyingi gaplarimiz gruppa kirganda aldırmaydi inşallah. Abdug'ini, nizimashada o nango degan naqshini. Men shunda yaxshi ko'rgan naqshdi bu. Yaxshi o'rinda de buning sifati shu bilan hamma ustozlar tang o'rildik. Rahmat. Men yuqorida ablatkam degandek mening gruppam kelishingizdi qarshi olaman, hamkorlashmoq bo'ladi. Taşıydı oqiyotgan vaqtlarimizda bu naqshini anglab, voy-ey, shu yatak qizlar deya yig'lab ketadi. Biroq vaqtlarimizni shunda eslab ketdim. Ajoyib chiroyli o'rindadingiz. Bu naqshning shu har xil banbanlari bor. Lekin siz boshqa narsaning to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu hissiyat, haqiqiy chin hissiyatning to'g'ri bo'lmaydi. Siz o'zingizning shu hissiyatini shunday yaxshi ifodalab berdingiz. Mening gruppamga kelsangiz, mushtaq sizga tushadigan mushu naqshiga o'xshash ashtaq naqshlar shundoq ko'p. Sizni kiling qarshi olaman. Pangpunyan degan naqshchakimizning naqshisi bu davlatimizning dangliq naqshisi. Sen buni aytib chiroyli aytding buni. Rahmat ustoz. Shu araliqdagi ba'zi yerlarga azroq kayfiyatni ganjalni qitib o'ynasak ham chiroyli bo'ldi ekan. Ovozing bir mung bor ekan. Shunga mening gruppamga kelishingni qarshi olaman. Abdug'ini, men shunda qo'shildim. Rahmat. O'zingizga tabalam naqsh qilib tayyorladingiz buni-chi. O'zingizning aytish alayligingizni chiqarib turib,
Huang Pingyuan Laoshi ölmez naqsha qıvatgan naqshiga biz hammamiz amroq. To'g'ri. Men shunday qo'shildim. Meningmi orzuyim shu. Sizningmi mening grupam kelishingizni umid qilaman. Mening mush atrofimda sizlar tanishlik bolalar sal chiq bo'lib qoldi bu qitim. Shu jihatdan bir o'zaro fikrlashishni jiqroq qilib bo'lsa, mushtarak ustubki naqshlarni ya yangidan ishlab chiqarib yoki bo'lmasa yani bir bamaslat texmi eng muhim bir yaxshi shunday bir natija chiqaradigan ishqa shaxsan mening grupam biz hammaylarmi sizni qarshi olamiz, bizim cho'qim terishimiz. Ustozlarning hammasi shunday yaxshi baholarni qolgan bu tanlashlarni o'zingiz bir yaxshi o'ylasangiz. Ashontirabniroq o'ylasa debsa. Buni oxiri o'ylasangiz deb xudoning menda bo'libdi degandek. Paydo qilamiz ustoz endi. Mush ishnimi? Buni ishimi asa. Abdug'ani yig'lamayotgansizlar. Abdug'ani asli bu kasbda o'qimaganmi? Abdug'ani men kasbda o'qimagan. Bu kasbda o'qimagan. Endi kichigimdan o'qishdan baldir chekinib qolib, bu sohada azroq bilim ustozlardan o'zimizningki atrofidagi amayli o'zimizdan o'tadigan xalq san'atkorlardan bo'lsin. Mush kasbda hozir yo'l tutib kelyapman. Fayza. Yaxshi. Hamda bu kasbga qiziqish bilan o'qishni deyli. O'rganishni oxirlashtirdi desak bo'lmaydi. Chunki o'rganishni oxirlashtirgan bo'lsa, mana shuni bunday go'zal chiroyli aytolmaydi. O'qishni davomlashtirolmaslik. Asli bu ikkisi faqat bir-biriga zid ish emas. Cho'qim o'qishni yaxshi o'qib turib, mush o'qishni yaxshi o'qish orqali universal sapoyimizni yetildirsak, universal bilimimiz qanchaki kengayib chunqurlashgan sari naqsh aytishdiki o'sha kasb yo'limizni shuncha uchuq shuncha ravon qiladi, foydasi bor bizning. Bundan keyin birlikni to'liqlab ketaylik o'taratlarni. Shunday qilaylik amsa. Tutishtonmi? Abdug'ani mayam qarab qo'yam. Kim bular dedigan yalg'on gapyapti. Boshqa bizni o'ylab birsin deydi. Albatta bu sahnaga kelganimiz hammamizniki shu ko'nglimizga pikkan o'zimizniki o'ylagan arzu armonlari ustozlarimiz bo'ldi ekan. Shu sabab bilan men oldindan shu programmaga shu sahnamizga hozirlab bergan barcha atrofimizdagi korxonchi ustozlarga shunaqla men uchun o'rindiq aylanadigan yaxshi talab fikrlarni bergan shu ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Mana endi kichkina yana shunaqla o'xshash gap qilmayman. Hammamizniki kichikligida shu ustozlarimizniki harbiy san'atniki naqshlarini, plastinkalarni yaxshi ko'rib, naqshlarni yaxshi anglab, hem naqshlarni yaxshi aytib qilib kelyapmiz deb o'ylaymiz ko'nglimizda. Endi ustozlarni tanlash kelganda men o'zim shaxsan mush kasbga bir kirishim bir turtki bo'lgan ustozim bor endi ko'nglimda. Balkim ustozninki esida qolmaganligimiz bo'lishi mumkin, uzun yillar o'tgan bo'lgan ekan. Shuning uchun meningki tanlashim İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.
ey nasip. Bir tilekten ıllak göz açdı seherde. Bir tilekten ıllak göz açdı seherde. Ulaşıdı toyga toy, takıttılar seferde. İnsan pişa seferde, bektikler seferde. İnsan pişa seferde, bektikler seferde. Yipek yolu sadası, söygünün yok çigrası, hoş avazlar seynası. Yipek yolu sadası,